Assalamu alaikum, aziz görürmenler. Barçınlarını Uluq Heyt ayamlarınlar bilen Qadam teлеканалы ve Miras Anlar Cemiyeti namıdan təbrikleymen. Bizning bugün programıda namı dünyaga tonulgan, alemge meşhur Uyghur xalqının gururi, qaytlanmaz, bebaha, iradilik qahraman kızımız Nazgum'ның obrazını yaratkan Sumbat G'niyarova bizde mehmanda. Sumbat, hoş gelipsiz. Sizningki mushu Sumbat degan etiniz ismingiz jismingizga yarashgan ekan. Shunga bir rolni sizga topshiribdi. Sizga ishonchimiz ustun bo'lganishqa, siz rolni xalqimizning ko'ngildan chiqadi deb, xalqimizga yetkazib beralaydi deb sizga omonat qilib topshirganka. Haqiqatan xalqimning yuragini uyg'otadigan, tarixga bir nazar soladigan, yoshlarga ulgu, tarixda o'chmas iz qoldirgan namanidir. Növətni qini andaq bolsa Nazgum'ның rolini bizga yetkazib bergan Sumbat G'niyarova, marhamat bizning studiyada xush kelibsiz. Qini andaq bolsa Sumbat, ismingiz jismingizga bek yarashgan xonim ekansiz. Shuning uchun sizga mushu rolni topshirdi deb o'ylayman. Shunga qini andaq bolsa bir az bo'lsa ko'rarmanlarga o'zingizni bir az tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Muhaciratdagi bizningki aziz xalqimiz. Sizlarga hammalarga mendan samimiy salom. Men o'zimni tanishtirib o'tsam qisqacha. Men Malvay yezida Chelak tevasiniki shu yerda tug'ilganman, shu yerda o'sib cho'ng bo'lganman. Undan keyin 87-yili Almuti San'at ve Ressamçılık İnstitutu'ndaki aktör, drama, kino degan bölümünü tükettim. Yaxşı. O yerni tüketmeyi durup, ben ikinci kursdan başlap, mening ustazım SSR xalq artisti Shulpan Jandarbekova bo'lgan. Shu ikinci kursdan başlap, men mushu bizningki Avozov nomidagi akademik teatrga aktrisa bo'lib o'rinlashdim. Yerda ishlab yurib, o'qishni tugatdim. O'qishni tugatgandan keyin bizningki Uyg'ur teatriniki ma'muriyati bizningki shu teatrga kelib, bizga qahramon qiz kerak bizning teatrga deb shu Yalqinjon Shamiyev bilan Murat Ahmadiyev ikisi meni Uyg'ur teatriga olib ketdi. Yaxshi. Shundan keyin shu Uyg'ur teatrida ishlashga boshladim. Shu ishlash jarayonida men bizda Altaq Uyg'urcha ko'z ishlar programmasi bo'lgan burun. Shu ko'z ishlar programmasiga diktor bo'lib qabul qilindim yana. Undan keyin shuning qishida yana bizningki Uyg'urcha radio bo'lgan. Shu yerdami muzika redaktori ham diktor bo'lib ishladim. Meniki bu ijodiyatdagi birinchi qadamlarim shunday boshlangan. Ondan keyin 2006-yili Akademiya Iskustvida men san'atshunos bölümünü tamamladım. Hazır san'atshunos magistr degan o'zimniki nomim bor. Qisqacha to'xtalsak shundaq bizniki. Sumbat xonim, xalqimiz mana shundaq bir qahramon qizimizning obrazini yaratishni sizga nasib bo'libdi. Endi bu har bir aktyorning armoni bo'lsa kerak deyman. Aktyorlarning, aktrisalarning mushunda qahramon rolini bobiga yetkazib berish bu oson ish emas. Shunga shu Nazgum'ning obrazini yaratganda siz Nazgum'ni shu vaqtlarni 19-asrni, Qashqarlarni tasavvur qila oldingizmi? Shu vaqtda sizning ko'z oldingizga Nazgum keldimi degan savollar bizni tug'ilyotdi. So'zingiz intayin durust. Bu Nazgum filmiga men shu Altaq programmasida diktor bo'lib ishlagan vaqtida meni shu rejissyor Abror Kasimov shu Uyg'ur rayoniga borgan ekan. Shu qahramon qizni izlab. Shu vaqtida Xilil aka Amrayev shularni uyiga beribdi-da. Shuning bilan shu aralıqda men televideniyada chiqib qolibman diktor bo'lib, nimlarni, yangiliklarni o'qib.
Шуның белән Әмраев депті Хелилкам. Абрур, сен башка yerде немешке издаватса бу кызны. Мана Назгүм. Муш кызны кокмастан асаң булды. Дигән икән, шуның белән Абрур Касымов маңа телефон кылып, машындак рольга сезне тәклиф кылсам булат ди. Шуныңга сез кино кастингыдан өтсеңез диде. Әнде бу артистларныңки хаятыда күндө учуршып эмейдиган нәрсе, әсли. Бу адамның бишиге 100 жылда бир келдиган бәхет. Мен үзем ойлап, әҗәп мушу Назгүмнең образын мен яратсам кандак була дигән менин дә әндеше булды. Шундан кийин мен Ташкентке бардым. Кино кастингыдан өттім. Яда қанша yüzлеген өзбек кызлары бар икән. Улар еш кайсы өтмәстен ахыры келгәндә бу роль маңа берилде. Әнде бу роль берилгәндән кийин бу Назгүмнең образын яратыш әсли жасур булыш керек. Кахырман кыз кандак немләде булган? Атка миниш, суның астыгы төшүш, отның içinde жүгүрәш. Буның һәммәсе менің бойнымга келген кыйынчылыклар. Ондан кийин кино башланмай туруп, biz ипподромда шу атка миниш мен үзем йезде үскән булсаммы, атка бер мыкытым минип бакмапмын икән. Шу вакытта бер ай буе үгәндем. Атка минишне, чепишне, һәммәсенә үгенеп, шу әнскен шундан кийин кино башландыган вакытта беренче без киноныңки беренче кадрны без шу Кетмен тагылардан башладык. Этот фильм расскажет о печальной судьбе Назгүм, героической дочери уйгурского народа. Кетмен тагыларга бага вакытында менин дә bir korkunuş payda oldu. Şundaq bir heyvetlik yedi, şundaq bir sürülük yeledi. Nazgûmniki 6 ay boyu biz hazır uyda yalnız qalsaq qoqumuz. 6 ay boyu tağının içinde qandaq yaşaganda bu qız. Qandaq qaydim tamaq elip yegendo degan o'ylar mening beshimda şundaq bir aylanishga boshladi. Shuning bilan öngörнең içige muşu qarab, özüm bir xiyalda qaldımda, şunun bilan aşı öngörнең aldida bir depter бар ekan. Aşı xalqlar özleriniki inkaslarını yazdıgan. Şunun bilan o depterning içige hamiz kim keldi, kim ketdi, aşılarni yezib qo'ygan depter ekan. Şunun bilan men içimden o'yladim. Men bu kinoga tushishning oldida Nazgûmniki ruhidan ruxsat so'rashim kerak. Depterini elip yazdım. Nazgûm, siz benim için momo buluşunuz mümkün. Çünkü hazır bana 2 əsr ötdi Nazgûmның hayatı ötüp ketkinige. Men sizde Nazgûm dep yazay, biroq sizniki qandaq hayat kechirganingizni, sizning qandaq shu vaqtdagi hayat mamatıngizni men bilmayman. Shu narsalarni menga yetkizish uchun ya siz menga tushum orqali yordam qilamsiz, ya bo'lmasa mening o'ngimda o'zimning miyam orqali menga yordam qilamsiz bilmayman. Biroq men sizning ruhingizning oldida tazim qilaman, sizdan yordam so'rayman deb yozdim. Shu bo'ldi. Syomkalar boshlanib ketdi yoqda. Ondan keyin Nazgûm mening tushim kirishga boshladi. Bu
bir adam düşengisiz bir hadislerde mundaq ойласаңыз, Nazgumniki özünün obrazı meningdin manga shunchalik o'xshaydi ekanda o'zi. Biroq qiyishlari qo'shma qash ekan. Undan keyin o'zi men kichkin aqariq ekanman, Nazgum o'zi bir qorqinchoq qiz ekan. Biroq bo'y turqi, butun bo'lmishi hammasi meningdin hech qanday ayirmasi yo'q. Shunday ekan. Shuning bilan Nazgum tushimga kirib o'zining qayda yashaganlari, o'zining qanday umr surganligi, qaylada tiqilib yurganligi, qanday жағдайда жүрген hammasini tushum orqali menga deyishga boshladi. 4 oy bizda syomka davomlashdi Nazgumniki. Shu oraliqning hammasida Nazgum mening qishimda yurdi. Undaq degan bilan biz masalan bizniki shu kino syomочный группа deydi-ku bizda. Shu gruppadagi odamlar o'zlari hayron qoladi. Masalan, bugun bizga shamol kerak bo'lsa, tabiat o'zidan o'zi shamol chiqib, o'zidan o'zi shu hamma ta'sirotni keltirib berdi bizga. Undan keyin yomg'ir kerak bo'lsa, yomg'ir yog'di. Kun kerak bo'lsa, shundoq kunlar chiqib, shundoq joqdayda shu syomочный gruppaniki hamma odamlari bu qanday bo'lgani? Bu bizningki kino sohasida birinchi qitim boshqa narsa bo'lyotdi. Demak, Nazgumniki ruhi bizni qo'llayotdi degan gaplarni qildi. Shundan keyin shu 4 oy bo'yi shundoq bizniki ta'sirotlar bilan syomkalarimiz mengishib boshladi qara. Hozir mana Sumbat xonim siz aytib ketdingiz 19-asrdagi Nazgumning obrazini qanday yaratganligini, shu Uyg'ur rayonidagi Ketman yezdagi o'ngurda o'zingizni berib, shu Nazgumniki shu zamonlardagi 2 asr burunqi hayotini ko'z oldingizga keltirdingiz. Shu chaqlarda sizda bir qandaqda qo'rqinchlarmi bo'ldi? Haqiqatan rost deysiz. Bu biz masalan uyga kirganda svet bo'lsa, chiroq deymiz. Biz o'zimizga bir qandaqda qo'rqinch bo'ldi. Qachon kela ishlarimizni to'xtatib qo'yamiz. Qildigan ishlarimizni bilmay qolamiz. Hatto yeb ichadigan nima bir kun jo'zimizda bir tomoq bo'lmay qolsa, biz yeb ichadiganga izlab ketamiz. Haqiqatan bu Nazgumni nim yeb, nim ichdikin shu vaqtlarda deganda biz ishchilarimizdan qandaqdir bir shu Nazgumga bo'lgan muhabbatimiz uyg'onib, shu Nazgumning umriga biz o'zimiz kirib ketamiz. Masalan, shu Nazgum mana 19-asrdan ta shu bugungi 21-asrga qadar biz shuni Nazgum deb ataymiz. Sababi Nazgum bizning mamamizning mamasi balkim bo'lishi mumkin. Lekin xalq eg'iz ijodiyatida, xalqimizning tilida, tariximizda faqat biz Nazgum deb Nazgum bilan atilib shu qizni shu vaqtgacha yetkazib kelyapmiz. Haqiqatan u Nazgum hozirgi vaqtlarda 2 asr burun 200 necha yoshlarga yetib ketgan anamız, mamamız desəkmi, biz xatalashmaymiz. Şu çağda siz Nazgum to'g'risida sizning shaxsiy fikringizni bilgim keldi mening. Şu Nazgum to'g'riliq bir azli bir 2 so'zdan o'zingizning shaxsiy fikringizni aytib bersangiz. Endi bu yerda shaxsiy fikr Nazgum to'g'riliq deb aytganda, bu Nazgum onamizniki hayot surib o'tganiga 2 asr bo'ldi. Asli albatta bu bizningki kelajak avlodimizga asrdan asrga miros bo'lib qoldigan, ulgu bo'lib qoldigan onalarimizning birisi. Bizningki Uyg'ur xalqida bo'libmi ayol kishilardan chiqqan qahramonlar jiq. Şunun birisi İhbarxon, şunun birisi Mayimxon, şunun birisi Rizvangul, Nazgum hammasining hayoti bizning kelajak avlodimizga ulgu etib qilish kerak. To'g'ri aytasiz. Shuni men o'ylaymanki, hozir bizningki maktablarda, darsliklarda shularniki hayoti tasvirlanskan, shu kitoblarga kirgizilgan. Bizningki kelajak avlodimiz, bizningki burunqi qadimiy anlarimizning, atlarimizning qanchalik qahramon atlarimiz bor. Shularniki hayotini bilskan, to'niskan, shularniki hayotidan ulgu olgan degan meningda bir o'y bor. Biroq hozirgi darsliklarda shu
Назгүм тоғырлық, біздіңки Ғейні Батырлар тоғырлық, шу мәліматлар азырақ мекен деп ойлаймын. Рахмет Сымбат. Әнде манам шу киноға түштім бұрын, сіз мана тәшкелек бадым дейсіз, кастингладың өттім дейсіз. Иншалла, шу қиыншылықла әлбәтті сізді болды. Мұшы сулағы түшкенде, отның ішілерге кіргенде, сіз өзіңіз қандай хақиқи назгүм болып, шының назгүмнің образыншы кіркеттіңіз мекен деп ойлаймын. О әлбәтті шындақ болыш керек, сәбәбі шунчилік дәрежеде еткізмеген болсыңыз, бұл кинорымыз біздің бейбаға тәңдіш жоқ болып, мұшы тарихтың, тарихқа әвлатқача кәмәсіді деп ойлаймын. Әнде сізге итарым, мұшы ролданы ойнығанда, өңкірге кіргенде назгүм менің түшімге кірді дейсіз. Шу назгүмнің рухы бізні қоллап қүвәтледі деп итіватсыз. Шу рухлады, шоқчағыдеке рухлады сіз қандақты бір қорқыныш пайда болды мұ сізде? Мен назгүм менің рухым, назгүмнің рухы кевадыды деп бір қандақты тәндіріңізді шүркінішлер болды мұ? Қорқыныш пайда болды мұ? Дұрыстайсыз, бұл назгүмнің образы ардын мана 30 жыл вақыт өтіпті. 30 жыл вақыт өтті. Меніңше, бұл образ меніңден тек шықмады. Бұл образ арқылық мен аят сүрмен. Чүнки назгүмніңки аяты менің үшін әң бір қайтыланмас, әң бір ұйғыр халқы үлгі болдыған образларның бірсі. Назгүм арқылық біз өзіміздің әвладларының тәрбиелесек болды. Біздің келечек әвладымыз шынында үлгі асы болды. Қорқынышла әлбәтті болды. Назгүм өзімнің түшімге кірген вақтыдыма, мен сілкініп өзім нақып кететтім. Біз суна астып кірген вақтыладыма, Или дәриясыда иқып кетпаған вақтылар ба Назгүмнің. Шу иқып кетпаған вақтыларының өзде, Или дәриясының өзінің чеқыраш бір ауазы ба кет. Су иқуатқа вақтыда чеқырайды су, қәдімге. Мұстақ тыңшысыңыз суны, су қәдімгенек чеқырайды. Шу вақтыда суның астығы кірдім мен. Ноябр вақтылары, шындақ бір соғы вақтылада суның астығы кіріп үшеген кадрлар ба. Ашының арсында, ашы суның астық кірсіңіз, суның кет чеқырғанын аңлайсыз. Бұл бұсыма, мен дейме, ашы Или дәриясының өзінің бір бүтмәс бір тарихы ба, қандық білмейме бір тілсім дүниядайды ғой, бұны чө, ашындақ бір немлері ба. Оныңды кен атқы менген вақытылады ма, бізді кинода дублер дейді, дублерла болыш керек дейді әсілі. Мен дублерсіз үзем қылмен деп, әм нәрсіне. Атқы чапқанды ма, тағының ішінде бір чепіп кетпаған вақтыда ат мені ташлап етті алдыға. Это же Назгүм. Вот тебе. Вот. Атының бір яқшы ері ба екен, адам алдығы жықылса дәсеп өткетмейді екен. Мен ұшы бойыныдың атылып түш кеттім аттың. Şu vaqtida shunchalik bir qo'rq ketib, o'zim bir qo'rqinish bir narsa bo'ldi-da, biroq at meni desab o'tketmadi. Atnim yiqilli hayvon deb qo'ygan. Shu vaqtida bir qo'rqib ketgan bir vaqtim bor o'zimniki. Undan keyin shundaq bir issiq vaqtlarda Tojikiston tarafda tushadik. Bir 40 gradus issiq, undan keyin shu qo'mishliq o't qo'ygan vaqtida qo'mishliqning ichidagi issiqni мандақ депрешінің өзі бір тәсіл қатты. Оныңдың кейін ұла күлләні үстімге чачуды, іссық күлін чачыды үстімге. Шуақлады ке, бұл қиыншылықла.
Onundan keyin Abror Kasimov Nazigumniki hayotida o'tgan och vaqtlari, uniki suvsiz yurgan vaqtlari deb meni shu butun syomka bo'lgan vaqtdan kechqurungacha suv bermay menga, non bermay, tomoq bermay, ashni nim qilsin, o'zi tasavvur qilsin, ta'sirlansin shu obrazdan deb shundoq meni qiynab shundoq tushagan vaqtlar bor. Shuning uchun bu obraz menga shu hozir shu sizningki deyishingiz bo'yicha 1995-yili Ablayat Islomov meniki yo'ldoshim, kompozitor, naqshchi, shuning bir konsertni qo'yadigan ishimiz chiqdi. Shu vaqtida men o'zimniki shu konsertni yurgizishim kerak bo'ldi. Shu yurgizgan jarayonda men Nazigumniki Nazigum to'g'riliq monolog o'qigim keldi edi. Shuning bilan monologni yozdim. Shu monologni yozganda yerda Nazigumning yo'q ekanligi deyildi-da, yerda deyildi. Shuniki bir qis qilib hayot ne kadar güzelsen, bu cihanda sana kim to'yib o'tgan? Hayotning qarali qisqa deganga kimning ishongisi keldi? Menni bir chaqlada sho'x shamollarga, gulgiyalarniki, xush puroqlarga, tabiatning go'zalligiga oshiq edim-ku degan yerlar bo'ldigan. Shundan keyin shu kuni Nazigum men kiydigan kiyimlarimni hammasini qanday kiyimda chiqib o'qiyman bu monologni degan o'y bilan oq kiyimda chochlarim qo'yuqliq, biroq Nazigumning obrazida Nazigumning ruhi bo'lib o'qishim kerakdi shuni. Shunday tushimga kirdi. Sahnaning oqsida shu mening kiyimimni kiyib olgan, oq kiyimni kiyib olgan, chochlar qo'yuqliq, shundoq menga qarab kiyotdi Nazigum. İçimden titrek. Acaba bu Nazigum bir yerde yurdu deyme özümçü. Şunu bilen maştaq meni aldımga keldi. Aldımga kelip qo'limda maştaq tuttu. Shundan keyin mandaq dedi. Sumbat, siz monologni yaxshi yozibsiz dedi. Biroq deydi. Men o'limidim deydi. Men tirik. Men hozir mushu kengacha o'lsam yig'ilgim keldi shu gapgacha. O'qin ketdim. O'qin ketsam, meni qo'limni tutgan yer issiq. Shundan keyin monologni qaytadan o'zgartirishga durust keldi. Bu yerda Nazigumning tirikligi, ruhining tirikligi. Shu orqali bizningki kelajak avlodimizga o'zimizningki qahramon qizlarimizning simasini yoritib berish shu bu yerda gavdalandi. Shundan keyin men o'ylayman. Shu ruhlar tirikmikin. Har vaqtida bizni qo'llamdikin degan o'ylab keldi. Xalqimiz deydi o ervala her qachon yo'lab yuradi deb. Endi mana siz o'zingizning yozgan monologingizni o'qib biroz ko'nglingiz buzilyotdi. Albatta bu Nazigum degan obrazni yaratishda siz qahramon qizimizniki shundoq tarixini xalqimizga yetkazib, yosh avloddan avlodga qolsin deb mana shundoq bir cho'ng qahramon qizimizning rolini xalqimga yetkazib o'tirsiz. Endi sizning hozir aytgan o'ng'irdiki osh qoldim, meni haqiqatan shu vaqtni ko'z oldiga keltirsin deganlaringizdan men tasavvur bo'lib, yana shundoq demoqchi bo'laman. Siz qancha kun mobaynida shu yerda shundoq osh yedingiz? Bir kunmi yoki shu Nazigum o'xshash oylab yuraldingizmi? Bu yerda bizning har kunki syomkamiz bor, atganda boshlanadigan syomkalar bor. Shu syomkalarda atgandan kechgacha, atganda kechqurun berib tomoq yeymiz. Biroq kunduzi osh yurishga to'g'ri keldi. Suvsiz shunchalik shu qumliqlarda, shunchalik bir cho'llarda, eshelada menga bir jutum suv bermadi. Shu Nazigumniki ichki hayotini tushansin degan narsa bilan to'g'ri shundoq bo'ldi. Bu yerda bir deb ketadigan narsa meniki azin qishqagan etim Arzigul.
Bu hayatda hem nerse özünü öz bulmaydıgan buluş gerek dep oylayman. Немешке дегенде Назгүлнеки өлтіріп еткен қызының етімі Арзыгүл болған ке. Манжурлар бесіп кірген уақытыда 3 яшлық қызыны ашу нәйізге тықып, асманға етіп өлтеген ке Назгүлнің қызыны. Шу қызынеки еті Арзыгүлді ке. Әнде менеке әзен қышқырып қойған етімнің өзі Арзыгүл болғанға өземнің бір хайран мен. Ашындақ бір ұқсашлықла бақырам. Назгүлмі өзі шайыр болған, өз қошақчы болған, мән шу өзем шайыр болып тонылған, бұрындың Сумбат Ғинярова болып тонылған, мені халық шайыры деп білді. Шының үшін әшу нәрсілі Назгүлнеки ашу әвладыдың маңа кәген нәрсімеке деп ойлаймын. Дұрыс, бәлкім шындақмы болушы мүмкін. Мұндақ тәңкешлік нәрселер әрқачалы бір инсанда ұшыршы бермейді. Әнді өзіңіздің ма, ісіміңіз жысымыңызға ярышып, мана шол Назгүлне қызы Арзыгүлке деп, өзіңіздің әсілі ісіміңіз Арзыгүлке, әнді мана сізіне кішігіден Сумбат деп, өзіңіздің güzelligiге қарап Сумбат деп дадыңыз шындақ бір чырайлық атыны қойып тікен. Шу атыңызға рахмет дейміз. Әнді шының білән бірлікте шындақ бір халқымдың шындақ бір ілтимасы болғанда маңа. Мұшу Сымбат ханым киноға түшкенден кейін тамашылар білән алақысы қандақ болды. Шу Сымбат ханымны халық тоныды му? Мұш кәмгіше тонамды. Шуны бір аз итпәсе деп ілтимас қағала болған. Шу ілтимасқа бинайын бір ішкегіз жауап қыпесіңіз. Бұл Назгүл фильміден кейін шындақ бір çoğun hazırlığı xalqların içində şu bizdə qulğula deb qoydu Uyğurca Orusça aytqan sensasiya idi. O vaxtlarda bizniki şu Hasan Ali Hashimovniki God Drakona Ajdaha jil degan kinodan keyinki bu Nazgul filmi tushdi. Shu vaqtda xalqlarning ichida shunday bir qiziqish paydo bo'ldi. Bütün yezlarga olib ko'rsatdi, bütün ham yerda demonstratsiya filmi bo'ldi, ham yerda shunday bir Nazgul ke deb to'nig'anlar bo'ldi, chunki men vaqtida televideniyada ishladim. Televideniya orqali adam bir qitim chiqqandan keyin adam tanıydı baribir-ku. Ashundaq bir tanıydigan darajaga yetdik. Hozirmi masalan aradan 30 yil o'tsa-mu men har qanday bir marosimga borsam, har qanday bir ziyofatga borsam, Nazgul deb so'zlaydi hamsi. Shu meni bildiganlar, burunqi shu bizniki hozirgi yoshlarni bilmadim, biroq bizniki o'zimizniki tang tushlarimiz hamsi Nazgul deb so'zlaydi. Ko'pisi Sumbat deb so'zlamaydi. Nazgul qizimizga deb so'zlaydi. Shuning uchun men o'zim baxtli deb hisoblayman. Maşallah. Xalqimizda shunday bir rivoyatlar bor-da. Shu Katman yezida Nazgulning o'ngirning yenda o'sgan qo'mishliqda Nazgulning tishi qolgan deydi. Balkim bosh Nazgul acizlikdan, yo'qsizlikdan, acharchilikqa chidamay, aciz bo'lganlikdan balkim kunning qattiqligidan shu qo'mishni tishlagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu qo'mishning haqiqat tishi borligiga ko'zingiz yetkizdingizmi? Shuni ko'rdingizmi? degan endi bir aytib bersangiz shuni menga. Bu gap burun biz kichik vaqtlardan boshlab batdi asli. Her bir qo'mishlikni qiyshiq berib qarasangiz, haqiqatan 4 tishning izi bor. Har qanday yerdagi qo'mishlikda birla Uyg'ur rayonida emas, biroq bu butun ya bitida qancha yerda biz bormiz, shunchaki yerning hammasida tishning izi bor. Biroq da endi bu qanday desam bo'ldi, bu o'ydirma bo'lishi mumkin, bu rivoyat bo'lishi mumkin, biroq fakt deydi o fakt to что fakt amaliyotda ashundaq qo'mishliqda tish bor biroq ash yugini yurgan-ku 6 oy shu tog'ning ichida yurmakning o'zi eri yuramaydi u yerda. Bu Nazgulniki shu nimlarda itizliqlarda nimlarni bug'doylarni terib yeb qandoq ashada tirik chiqdi, men hayronman shunga. Mushu kamgacha tog'ning ichida ilanmı ba, tağının içinde qasqırmı ba, her qandaq jırtqışның həmisi ba. Biroq əşədə tirik çıxqınağa, muşu kəmgicən mən
өзім көз алдымға келтіремейме о нәрсені. Ашында хиялдар бар. Бүгін мана біз өзіміздің Назгүм деп атылып келген иғыздың иғызға келіп атқан тарихи бір қахырман қызымызныки hayatı bilen kısqacha tanışıp ötdük. Endi sizge Sımbat hanım, özünüzün aileniz, biz icatkarlar ailesi deysiz. Sizin dünyada tapkan bir de kızınız, müşteri kızınız bakayım. Şu icatkarlar ailesi de ömrünle qandaq, şu rollerini oynaydığı bağında sizge karşılıkla boldu mu akımız taraftan? Şu to'g'ri bir az to'xtalib o'tsangiz, o'zingizning shu ijodkorlar oilasi to'g'risida qisqacha bo'lsa-mu bizga tomoshabinlarga tanishtirib o'tsangiz. Albatta, biz san'atkorlar oilasi Ablayat Islomov bütün vatanga shundoq o'ziniki nomi tonish, onun yozgan har bir naqshisi vatanda gimn ritida yetildi edi. Bütün yezdin yezga her bir naqshini xalq shunday yaxshi tanıydı oniki. Hazırgacha şu o'ziniki qo'lini üzgini yo'q. Uyg'ur teatrniki sabiq yoshlik ansamblida ishlab ketgan o'zi. Hozir bo'lsa mana sirkda zvuk ovoz rejissyoriniki boshlig'i shu ishni ishlayapti. Mushtariy qizim bo'lsa dünyada men dunyoga kelib birli yaxshilik ish qilibman, shu mushtariyni dunyoga kelibman deyman o'zimni-chi. Men shundoq baxtli onaman. Shundoq bizniki avloddan avlodga ketadigan muqomlarni, avloddan avlodga ketadigan bizniki xalq naqshlarini bizning kelajak bizning avlodimizga yetkazib beradigan bir qizni dunyoga kelganimga o'zimni shunchalik baxtli deb hisoblayman. Çünkü müşteri arqılıq men san'atniki qanchalik darajada qimmatligini tushunman. Biz bir qanday desem bo'ldi, bir planeta desem bo'ldi o'zimizniki oilasida hammamiz faqatla ijodiyat bilan shug'ullanamiz. Men bu 18-yili mushu kitobimni yezib chiqdim, mana aktrisa degan. Bu kitobda bizniki artistlarning hayotining qanchalik mushkul, qanchalik qiyin ekanligi, ularniki hayoti, har birisining hayoti kelajak avlodimizga ulgu bo'lishi mumkin degan o'y bilan mush kitobni yezib chiqdim. Bu kitob biroq bizniki buyuk naqshchimiz Ayturg'on Hasanova to'g'riliq yozilgan shu kishiniki hayoti. Biroq bu yerda bizniki hayotimizniki tangdan to'lsa, sahnada tangdan to'lsa, biz na kolesах deydi o bizda o'rischa. Shundoq bizning hayotimiz o'tib ketdi, 30 yil hayotimiz. Shu o'qirmanlar o'qib chiqsa bo'ladi bu kitobni. Bu kitob orqali bizniki san'atchilarning hayotining qanchalik mushkul ekanligini biladi. Bu yerda bir yil deb ketadigan narsa biz bir yerga bir o'yin qo'yib qo'ydik. Hayatning mushkulligini aytib keldi bu yerda. Ayturg'undamning konsertini apadik bir yezga. Qishning qishida shunchalik sovuq dala. Basaq ya klub ichilmaydi. 2 soat talada o'tirib kutdik klubniki boshliqlarini. Shuning bilan bir vaqtida keldi. Mushtari u vaqtida 2 yoshda. Bizning kiyimlarimiz neppiz, sahnaga chiqqan kiyimlarimiz neppiz. Hammasini kiyib oldik dazmol selib. Shuning bilan biz tomoshabinlarni kutdik. Tomoshabin kutsak, shu yezdin bir adam kelmedi. Bir adam kelib, bugun Ayturg'undamning konserti borku, biz ko'rib boqayli degan adam kelmedi-da. 2 soat 7da konsert boshlanishi kerak, soat 9 bo'ldi. Kutyapmiz texcha. Aniki qalam, aniki qalam. Hech kim kelmedi. Bir vaqtida Ayturg'undam shu neppiz ko'ynaklar bilan talada qa degan belgi chiqa. Talaga chiqib, qaga o'zini tashib yetib, yig'lab ketgani. Men undaq shunchalik ta'sirlanganim shunchalik meniki. Meningki deydi, mening san'atim hech kimga kerak emas ekan u.
Neme üçün biz şunçalik biz xo'rilib ketdik san'atkorlar. Neme üçün mushu bir adam kelib so'rmadi ayturganning konsertiga o bugun kelib ko'rib ketaylik degan adam bo'lmadi deb o'zini shuncha qalq tashlab yig'lab ketdi. Shuning ta'siri men shundan keyin 20 yildan keyin shu vaqtlar bo'lib bo'lgandan keyin 20 yildan keyin shu kitobni yozib chiqdim. Ayturgandamniki simasiga beg'ishladim bu kitobni. Shunchalik san'atkorniki hayotining oxiriga kelganda uysiz qilib, makonsiz qilib, hech qanday hech yoqdan yordam bo'lmay oxiriga kelganda axtarmadan o'zi bir aqchilarni yig'ib yurib, shu kishiga uylarni taqdim qilib, shu ishlarni qilgan vaqtida men shunchaki rozi bo'ldim. Bizniki san'atkorlarniki birisi bo'lsin, birisiga kerak ekan bu degan bir o'y keldi menga. Shuning uchun shu kitobni men yozib chiqdim, qarang. Bu yerda Ablahat Islomov o'ziniki bultu mansub emas degan shu kitobni yozib chiqdi. Bu kitobda bütün onunki hayotida yozgan 40 yilda yozgan naqshlari. Naqshlarini hammasi izlab yurdi. So'z qanday ekan, onun so'zi qanday ekan, mushning ichida hamma so'zlari bor. Shundoq bizniki hayotimizda bo'layotgan bu yangilik. San'atkorlar oilasi demoqchisiz ku. San'atkorlarning oilasida bo'layotgan yangiliklar. Mushtari bo'lsa 3 yoshdan boshlab sahnaga chiqib qolgan qiz. Undan keyin hozir Jubanov maktabini bitirib, skripkani bitadi. Undan keyin Uyg'urcha o'rgansin deb biz o qizimizni nemga berdik. Rozbaykiyev maktabiga berdik. U yerda Uyg'urchani mukammal o'rganib chiqdi. Yaxshi. Undan keyin bizniki Chaykovskiy nomidagi kollejda 4 yil хоровое дирижирование degan saboq bor. Shuni bitadi. Uni bitirib bo'lib 4 yil bizniki o'zimizning vatanida Urumchi shahrida muqam saboq bo'yicha shuni tugatib, undan keyin Duttani, 2 yil Duttani o'qidi. Shuning bilan hozirgi vaziyatlarga bog'liq qaytib kelib, mushu yoqda Filarmoniya Bayqadamova degan bor, shu yerda naqshchi bo'lib ishlaydi hozir. O'ziniki частный maktabda yakka o'ziniki maktab bor, muzika maktabi, shu yerda saboq berdi. Fortepiano bilan vokal sabog'ini berdi. Qisqacha bizniki oilamizniki tarixi shunday qarang. Rahmat suhbatingizga. Endi biz albatta san'atkorlar oilasi bilan qisqacha tanishib chiqdik. Bo'lsa mushu Nozigum obrazni yaratganning tankash kelib qolgani bilan mana shundaq Ablahat Islomov, Mushtari Islomova degan qizlarimiz mana men o'ylayman 12 muqamning davomchisi. Shundaq yosh talantli qizimiz bo'lganlar bizning xalqimizning san'ati hech qachon o'chmaydi. Ishonchimiz komil. Sizniki bugungi suhbatingizga rahmat. Xalqimizga mana o'zingizninki bebaho qahramonligingizni, irodaligingizni yana bir qatam tasdiqlab o'tdingiz. Tomoshabinlar nomidan, shaxsan o'zimning nomidan shu o'ynab chiqqan Nozigum rolingizga cho'ng tashakkur etib oldingizda boshlayman. Rahmat. Sizga cho'ng rahmat. Sizlarga san'atkorlar oilasiga oilaviy xotirjamlik va tinchliklarni tilayman. Keyingi umringlar texma üstün bo'lsin. Allah sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Bugungi suhbatingizga rahmat aytaman. Rahmat. Men sizlarga o'z navbatida o'zimniki shu qadam programmasiga shuniki Uyg'urlarniki shundaq bir ko'z tishlari ichlig'iga men shundaq xursandman. Chin dilimdan xursandman. Chunki bizniki hozirgi mundaq qalamqon zamonda, hozirgi mundaq sarsanchilik zamonda bizniki xalqimizniki madaniyatini, tarixini, san'atini tutib turadigan shundaq bir perdachilar bo'lsa, demak biz o'lmaymiz degan so'z. Demak biz taraqqiy etimiz degan so'z. Shuning uchun shundaq bizniki ko'z tishlarimiz davomlashaversin. Shundaq bizniki Uyg'ur xalqimiz rivojlanaversin. Bizniki xalqimizga, Qozog'istondagi butun xalqlarga hammasiga omonchilik tilayman.
Şunun içinde özümüzmü aman bulaylı, sizlergemi çoğun ihtiram. Muşu ahırda, muşu kitapını sizge təqdim qısam, Mehriban Hanım. Siz muşunu okup çıksınız, bizniki sanatkarlarning hayotidan bir xabar oladingiz. Sizga taqdim. Rahmat, rahmat. Ko'nglingizga rahmat aytaman. Ablayatniki kitobi. Rahmat. Bütün naqshlari sizga eslatmish uchun qolsin. Mana mushundaq kitoblarni taqdim qilgan Simbat xonimga cho'ngdan-cho'ng rahmat deyman. Kitob bu bilim bulug'i deydi ekan. Biz o'zimizning hayotimizni, tarixini cho'nqur faqat mush kitob orqali, bilim orqali biz yuqori darajalarga ko'tarilaymiz. Barlarning diqqatingizga rahmat. Uchrashguncha omon bo'laylik.